Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Ro'za-i Ramazon oylari muborak bo'lsin. Mana bugun Uzun marketdan tarakkanga qarshi dori oldim. Buni sinab ko'rmoqchiman. Chunki narxi juda arzon ekan. Atiga 15 ming so'm. Agar ishlatib ko'rganlar bo'lsa, kommentariyada yozinglar, effekti qanaqa bo'lar ekan. Men hali ishlatib ko'rmaganman. Boramiz. İkincisi 125 gram ekan. Tarakkan, chumoli, klapelaga ham qarshi ekan. To'g'risi mana bu shprisga buni qo'shib sotib oldim. Mana shpris bitta o'zi effekt berishiga to'g'risi ishonmadim. Shunga buni ham qo'shib birga ishlatib ko'rmoqchiman. Qanaqa bo'lardi? Ishlatib ko'rganlar bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Ramazon oyini yaxshi o'tkazinglar.